أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hürmetli savoqdoshlar, biz bugun kitobimizningki al-qismul avval birinchi qism al-babul avval uning birinchi bobininki nechinchi paragraf, ya'ni 3-chi fasl, 3-chi paragrafga keldik. Biz ilgirki ikki faslida Qur'on haqida qisqagina to'xtaldik. Undan keyin Qur'onningki ismlar haqida biroz to'xtalgan bo'ldik. Ya'ni Qur'onningki qancha xil ismi bor. Bu haqda biroz to'xtaldik. Ya'ni biz asosli ismlaridan el-Qur'an, el-Kitab, annekin el-Furqan 3 ismni asos qilib turib ilgirki soatlik darsimizda to'xtalgan bo'ldik. Qur'on haqida gap bulungan hamon bizning oldimizga tashlanadigan vahiy masalasi. Qur'on deyilgandan keyin Qur'on Allohning kitobi bo'lsa, sizlarga qanday yetib keldi deydigan bir savol keladi. Bu savol musulmonlar tarafidan kelmaydi, ama gayrimüslimlar tarafidan keladi. Ve bizden kallamızga mı şunu düşünüş doğru keladi bu noktadan. Yani Qur'onimiz Allohning kitobi degandan keyin bizga qanday yetib keldi deydigan bir savol. Egizimizden gerçi biz iman aytgan musulmon bo'lish sifatimiz bilan iman aytgan bo'lsak, bu haqda bir tushunchaga erishish xiyolimiz bo'ladi tabi. Çünkü Qur'on degandan keyin buningdagi asosiy masala vahiy masalasi. Hammamiz bilamiz, Qur'on payg'ambar alayhisolatu vasallamga Jibrilninki vasitasi bilan vahiy qana qilgan tushgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bizga yetkazgan. Ana o'ganda biz Qur'on degan mazmundan atlab o'tish uchun vahiy babini qana qilishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Shu boshqa bugungi darsimiz al-faslu thalith, 3-chi fasli fil vahiy haqida bo'ladi. Aldı bilan vahiyninki asli söz ma'nosi, ya'ni atalg'u nuqtasidan buni tushunib o'tamiz. Abdur davatudu al-vahyu fil lugha, vahiy degan tilda aslida depogandan keyin Abdur İbn Faris maqayis lug'atda mundaq dedi deb keldi. Men sizlarga yana shu navbat kelganda davolay, chunki sizlar o'quvchi, izlanayotgan kishilar bundan keyin uzluksiz davomlashtirishlar bu izlanishning ma'ni. Diniy kitoblarda, xususan arabcha kitoblarda har qanday bir so'z, kalima ninki lug'at ma'nosini aqtarmoqchi bo'lsanglar, bir necha mo'tabar lug'at bor, qomuslar bor. Şu qamuslardan birisi maqayis lug'a, yana birisi as-sahah, eson tutuveringlar. Ondan keyin lisanul arab, qamusul muhit. Bunu deyishimning sababi sizlar bir kitob yozmoqchi, yoki bir maqol yozmoqchi, yoki bir bahs yozmoqchi, yoki magistrlik, doktorlik bir risola yozmoqchi deyli. Sizlar o'rtaga qo'yayotgan masalalardan bir masalaninki asli ma'nosini tushuntirish uchun men bayatdan tilga olgan bir necha mu'tamad qomuslar va shuningga muhtoj bo'lasizlar. Shuningga asoslanasizlar, shuningga e'timod qilasizlar. Bu an qatog'i elinadi, bu qatog'i elinmaydi. Masalaning asli, so'zning asli ma'nosini tushuntirishda. Qarasak Abdurum bu yerda vahiy deb bo'lgandan keyin vahiyning asli ma'nosi degan yerga ko'rib, fil lugha degani so'zdagi asli tayinlangan ma'nosi degan yerga beriblam kimning ismini tilga olyapti? Ibn Faris fi maqayis lugha deb mashi. Agar uni adimizsa Feruz Abadi qamusul muhitda mundaq dedi. Bo'laveradi. Ibn Manzur lisanul arabda mundaq dedi. Razi sahahda mundaq dedi. Degan shaklda çoxum öz sohasidagi mu'tamad manbalarga tayanishinglar kerak. Buni munosib udul kelganlik uchun sizlarga deb qo'ydim. Davat odamda
İbn Faris Maqayis Lugha degan shu qomusda vahiyninki so'z tarkibidagi asl so'z yiltizini qana qilib tushuntirib bizga vav, al-ha va harfi mu'tal oxirgi ya bu shundoq bir yildiz asliki yadullu ala ilqa'i ilmin fi ixfa ila gayrik. Yani bu üç söz. Üç sözden qurashtirilgan har qanday söz demekçi. Şu üç harf. Birisi vav, yana birisi ha, yana birisi oxirgi kesel harf. Şu üç harfdan yasab chiqarilgan har qanday so'zning aslida ifodalaydigan ma'nosi ma'lum bir ma'lumotni ala ilqa ilmin degani ma'lum bir ilm yoki ma'lum ma'lumotni maxficha fi ixfain maxficha ila g'ayrik boshqalarga qanday qilish yetkazish ilqo degan gap yetkazish deb berish ma'nosini ifodalaydi. Unda olganda bu yerdagi xulosa nega to'xtaymiz desa fal vahyu yerdagi fa xulosani deydi emasmi? Demak vahiy deganimiz bir ishorat. Boshqalarga yushurincha bir narsani qanday qilish bildirish. Unda olganda vahiy xat chek hammani qanday qiladi o'z ichiga oladi. Va kullu ma alqaytahu ila g'ayrik siz boshqalarga debbergan, boshqalarga o'rgatgan, alqa degan debbirish, tashlab berish, o'rgatish degan ma'noda hammani o'z ichiga oladi bu yerda. Hammani o'z ichiga oladi. Boshqalarga debbergan, boshqalarga tashlab bergan, boshqalarga yetkazgan har qanday narsani o'z ichiga oladi. Hatta halimahu degan gap oxirida qarshi taraf shu siz debbergan narsani bilib olsa, fa huwa vahyun kayfakan qanday bo'lsa. Men lug'at ma'nosini davatgan gapchi-ku. Masalan, buni misol olay. Bugungi kunda hamma taraqqiy qilib ketdi-ku, o'xshamay qoldi-ku masalan. Bir so'rinda o'tirib bir gap bo'lyotdi. Men so'rindagi ma'lum bir aylanga maxfiy gapdan birini demakchi so'rinda o'tirib bir necha o'ylan bor. Boshqalardan maxfiy asta telefonimni olib ya ushur yozaman, ya WhatsAppdan ushur aytman unga. Bir nimalarni qilib qarshi tarafga ma'lum bir mazmunni yetkazdim. Lug'at nuqtasidan vahiyga to'g'ri keladi. Yoki bir so'rinda o'tirib bunda bir qash ko'z qapoq etiblam. Bunda bir ishorat qilib ko'z qisiblam, buningga ma'lum narsani qana qildim, bildirdim. Lug'at jihatda vahiy hisoblanadi bu. Lug'at jihatda ish qilib, mayli xat orqali qo'ysin, ishorat orqali qo'ysin, qaysi bir yo'ldan bo'lsin, boshqalarga ma'lum narsani bildirish, yushun yo'llar bilan bildirishning o'zi lug'at jihatda vahiy bo'ladi. Unda olganda biz hozircha vahiyning istiloh ma'nosiga o'tmadik-ku, savoddoshlar. Lug'at jihatda ikki mazmunni o'z ichiga oladi bu. Yani sel turib chiqadi. Birisi hozir Ibn Faris maqayisliq o'tirib qo'ydi. U o'simi qanday maxfiy bir narsani qanday qilish, bildirish. Davotda oxirida yana va kullu ma fi babil vahyi vahiy babidagi barliq tushunchalar, vahiyga istilohiy jihatdan qanday ta'rifatlar, qanday ta'birlar berilsin, mushuning hammasi farajiun ila hadal asl allazi zakarnahu. Biz yuqorida tilga olgan mushu asliga qaytadi. Mishadin elinadi. Vahiyga berilgan har qanday bir ta'bir, har qanday bir istilohiy tushunch mushu yiltiz, mushu nuqtadan qanday qilinadi, elinadi. Bu Ibn Farisninki vahiyninki lug'at ma'nosi haqida bergan nimasi izohati. Raghibul Asfahani deyotdi, vahiyning asli al-ishara sari'a. Al-ishara sari'a. Bayatdan nimani deganti Ibn Faris, ishora deganti, maxfiy deganti. Raghibul Asfahani sari'a degan gapni qanday qildi qo'sh. Unda olganda biz mush ikki gapni birlashtiramiz savoddoshlar. Ikki gapni birlashtiramiz. Vahiy asosliq boshqalarga bir narsani bildirish. Bu asosiy ma'nosi bo'ldimi? Buning ikki xil sifat bo'ladi. Birisi maxfiy, yana birisi nima? Tiz. Ana olganda birisi amdi, mushu darsdan keyin sizlardan
vahiy degan nima deb so'rab qolsa, vahiy haqida bir narsa so'rab qolsa, vahiyning asosiy mazmunda boshqalarga bir narsa bildirish desanglar bo'ladi. Buni arabchada al-ishara ifodasi bilan qo'llansanglar bo'ladi. Ammo to'liq demoqchi bo'lsanglar, buning keyniga as-sari'a al-xafiyya ikki sifatni o'qishsizlar. Doğanı ben Uygurca bir deyma, vahiy deganning lug'at ma'nosi boshqalarga yushuruncha va tiz bir narsani bildirish nima bo'ladi? Vahiy bo'ladi. Ikki xil alohidalik bo'ladi. Qayta takror deb qo'ysa vaqtdoshlar. Birisi tizlik, birisi yushurunlik. Mush ikki xil alohidalikni o'ziga olib turib, boshqalarga bir narsani yetkaza olsang, boshqalarga bir narsani ügüte alisan, bildire alisan yuşurunca bunun buludu. Lügat cihette vahiy buludu. Mesela sürat ne? Tizlik ne ölçüge ağırlık için adette mındak deyilip kalıdı. Emrun vahid hep koydu. Tiz iş. Şeyun vahid hep koydu. Nahiyeti tiz. Musri'a. Acilun. Musri'un yap tiz işine vahideydi adet normalde eratıldı. Ve zâlike aşu yekun bil kelam ala sebilir ramz ve ta'riz. Aşu vahiy yuqorida biz tiz, maxfiy degan lug'at ma'nidagi vahiy gap orqali qim bo'ladi, boshqalarga ishorat va kinoya yo'li bilan. Uchiq emas juma. Agar uchiq degan gap boshqalarga o'tasa, qammaydan oshkora, "Voy palana xon, palana ish manda bo'ladi, anda bo'ladi" degan gap uning bo'lmaydi vahiy bo'lmaydi. Yushrun ala sabil ramzi va ta'rid degan gap atrofda o'tag'anlar uqmoqdek darajada desak, ma'lum bo'ladi. Andıkın vahiyninki lug'at ma'nosiga tushadi. Dedim ya bayatni misollab berdim sizlarga. Sorunda o'tiravatimiz, ya men bir telefonimda ushur yozish orqali boshqalarga o'qitamasdim, qarash tarafga bir narsa bildirdim, yoki ko'z, qosh, qapoq orqali bundan ishorat qilib bir narsa bildirdim, yoki aniq gap qilgan taqdirimda boshqalar bilmagidek darajada gapni yepib yushurib yoki kinoya yo'llar bilan qildim. Ala sabilir ramzi va ta'rid degan gap, ramz degan gap bunday ishorat. Bunda belge, özümüz bilişidigan bir işler var. Ve ta'rid degan gap, gapni kinoya qilish, kinoya yo'llar bilan desam, ma vahiy bo'ladi bu. Va qad yakun va ba'zida bu vahiy, lug'at ma'nidagi vahiy tarkibdan, jumladan, xoli ovoz bilan naqib qo'ymiz-ku. Yoki bir ikki qiz gapni jumla, rasmiy jumla shaklda emas, bunda bir deb qo'yamiz. Ayliqa deb qo'yamiz, masalan, tushunib qoladi. Benim bilen buludu bazı a'zolar bilan ishorat qilish orqali qim buludu. Va bil kitaba bazı xat orqali qim buludu. Mayli qandoq olsin endi bak gapni yeyvatdiq. Vahiyninki lug'at ma'nosi boshqalarga maxfiy va tiz shaklda bir narsani qanday qilish yetkazish vahiyning asli lug'at ma'nosi bo'ladi. Mushu ma'no asosida Alloh subhanahu va taolo tuandagi oyatda vahiy so'zini qo'llangan. Ma vahiy, yalaqi vahiy biz so'zlamoqchi bo'lgan istilohiy vahiy olmasligi mumkin. Lug'viy vahiy nuqtasidan buni biz izohlay olishimiz mumkin. Fakharaja ala qawmihi min al-mihrab faawha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya. Oyat kim haqida saboqdoshlar? Zakariya alayhisalom haqida. Zakariya alayhisalom yashinib umid uzgan vaqtida bir bola tilab qoldi Alloh subhanahu va taolodan. Cibrail aleyhisselam Zakariya aleyhisselamga Allah'tan bisharet götürdü. Tamam senin balan olduğun buldu. Zakariya aleyhisselam işine de bununla işlemeydiğin gap yok. Peygamber işlemeydiğin gap yok. Ama bir adam degenin könlünün bir kanaat tapıdığı yeri oldu da. Xuddi İbrahim aleyhisselam ölüklerini kanda atırıldıysa bir gün badese evvelen tu'min işenmeden modası yakliyetme inne kalbi. Bir kalbim aram tapsın dedi ya, insanın aşağı bir taraf oldu. Zakariya aleyhisselam şu şekilde bir belge, alamet talep kıldı. Benim bu yaşımga kelgan vaqtda 90'dan eşip ketildik tefsirlerde ki mezmunlarga göre ayoli tug'mas, tigidin tug'mas endi. Bu ikki xil to'solg'u turib balam bo'ladiganligiga nisbatan bir xil iztirob chekmasligim uchun menga bir belgi bersa degandan keyin Alloh subhanahu va taolo balası bo'ladiganligiga belgi qilib 3 kun kishilarga gap qilinmaydigan, faqat ishorat bilan gap qiladigan bir xil belgini bergan. Zakariya alayhisalom shu 3 kun ichida
masjidga chiqsa, masalan, o'z vaqtida ibodatxonalarga chiqsa, haqqa qana qildi, gap qilolmay ishorat qiladi. Dal shuni bizga Qur'oni Karim mushu oyatda qana qilib hikoya qilib deydi: "Fakharaja ala qawmihi minal mihrab." O'zining ibodatxonasidan qavmiga chiqdi. Fa awha ilayhim. Bularga qana qildi, ishorat qildi. Chunki gap qilolmaydi. Ishorat qildi. Nim deb ansabbihu bukrata va at degan kechda Alloh subhanahu va taologa tasbih aytinglar. Yine bu yerda awha degan so'z biz so'zlamoqchi bo'lgan istilohiy vahiy emas. Jibroilninki kishilar payg'ambar alayhisolamga vahiy qilishi emas, balki ishorat ma'nosidagi vahiy. Ya'ni vahiyning asl lug'at ma'nosida qanday qildi, qo'llandi degan gap. Ya'ni unda olsa bir xuloslaydi-mi? Bu yerda masalan ishorat ma'nosini qo'llanibdi oyatda. Yana bir yerda balkim yushurun, maxficha ma'lumot yetkazish degan ma'noda qo'llanilishi mumkin. Yana bir o'rinda tiz ma'lumot yetkazish degan ma'noda qo'llanilishi mumkin. Nima bo'lsin, vahiy degan so'z biz istilohiy ma'nosida Jibroil alayhisolamning Rasulullohga Allohdan vahiy tushishi degan ma'noga kelishning oldida boshqa lug'at ma'noga ega ekan vahiy degan so'z. Unda bo'lsa biz bu yerda bir nuqtani sizlarga tushuntirdik. Bir nuqtani esingizda bo'lsin. U bo'lsa-mu vahiyning istilohiy ma'nodan boshqa ma'nosi borkan degan nuqtaga keldik. İzen فَمَعْنَ الْوَحْيِ مِنْ نَاحِيَةِ اللُّغَةِ. Şu noktaga eğer qail olsak, vahiy degan so'zninki istilohiy vahiydan boshqa lug'aviy ma'nosi borkan degan noktaga qail olsak, endi biz lug'at tarafdagi vahiyning ma'nosini bir qurqanaq o'taylik, ko'rib o'taylik. Davotida undaqda vahiyning ma'nosi lug'at tarafdan el-i'lam bildirish, el-xafi yushuruncha, es-sari' tiz, el-xas kimga bimen yuvajjahu ilayhim qaratilgan kishiga xos. Mushu alohidaligi bor ekan. Ya'ni qayta bir deymamda uyg'urcha shaklda tuzib, vahiy deganning lug'at ma'nosi qaratilgan kishiga xos bir shaklda tiz va maxfiy shaklda bir narsani qana qilish, bildirish. Bihays yaxfa ala g'ayrihi. Boshqalarga maxfiy bir shaklda. Bihaysu yaxfa ala g'ayrihi boshqalarga maxfiy shaklda biz demakchi bo'lgan odamga lam xos bir shaklda bir narsani bildirsak, bu lug'at ma'nosi ekan. Endi va yadkhulu tahta zalika mushuning tahtiga bildirishning bir qancha shakli qana qiladi kiradi. Chunki bu bir am gap. Boshqalarga maxfiycha, tizlikda, xos bir shaklda bir narsa bildirish degandan keyin buning har xil shakli bo'ladi. Har xil shaklda qo'llangan yerlari bo'ladi. Masalan, qarab boqamdiganda bo'lsa, misol sifatida minha shu shakllardan birisi tabiiy ilhom. Tabiiy ilhom degan nima savoqdoshlar? Tabiiy ilhom maxluqlarda Alloh yaratganda vujudida qo'ygan bir tabiiy yaratilma bir ilhom bo'ladi. Masalan, buning misoli kichik bola tug'ilibla nima izlaydi? Bir süt izlaydi, yani anasını izlaydi. Ameliyatı uqmaydi o anasını. Ama vücuduga singen bir ilham var, tabii ilham. Muşu el-ilhamul garizi. Yani bunda hayvanlar dünyasına qarab baxsanlar, bazı ahvallarını görürsüzler. Mesela hemen onu bilirse taşbaqa. Taşbaqalar deniz yaqısındaki qumның arasıga to'g'di tuxumlarini. Ondan keyin taşbaqalar tuxumdan chiqishiga ulgurib, haliqi pingvinlar bor. Esimiz. Aşı pingvinlar tuxumdan chiqqan taşbaqalarni yeymiz deb qarab turadi endi kallasida. Taşbaqalar tuxumning ichidan chiqmasda amaliyotda o'zini saqlab turgan pingvinlarning borligini bilmaydi. Ama vücuduga singan bir tabiat bilan o'zini dengiz tarafga qarab otidandi. Tizlikda. Ulguralganlari qutlalaydi dengizning ichiga kirib, ulgurmaganlari yem bo'ladi. Endi ash tashbaqalardagi shu ilhom nerdan keladi? Bu bir nuqta. Mesela Hasan Harrisninki u qurish masalalari. Uqmaydi o şekildeki güzel bir şekilde altı bucak qilib u qurish ahvollarini. Ondan keyin qushlar qish tarafda janubga borib tuxum qo'yib, masalan, yoki chujusini yetishtirib qo'yib, yenib keladi.
yoki tuxumni tug'ib qo'yib yanab keladi, tuxumdan chiqqan chujilari tuxumdan chiqib uçmasda shimol tarafga uchib qaytib keladi. O o'zining shimoldan janubga kelib tuxumning tug'ilganligi, o'zining asli yurtining shimolda ekanligini biladi. Mushaning hammasi ilhom g'arizi bo'ladi, ya'ni tabiiy ilhom. Masalan, oyatda shunga o'xshash bir mazmun qilingan shu ma'noda hasal harlarga vahiy qilingan o'xshash deb ifodalayapti. Hasallarga vahiy qilinmaydi, ya'ni tabiiy ilhom bilan ifodalanadi. Ya'ni yuqorqi yushuruncha shuni xos bir shaklda bildirish degan ma'noni tahtiga daxil bo'lma. Va auha robbuka ilan nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات من deydi savoqdaşlar bilemizler. Rabbin hasal harisiga vahiy qildi deydi. Agar biz bunda qarama qilan nima qilsak ma'no olsak, avhani bizlar tub-tuzlam tarjima qilib qolsak, Rabbin hasal harisiga tog'lardan o'y tutgan, masalan, daraxtlardan o'y tutgan, meyvelardan yegan deb kelib, andakin basalarisininki qusqidan rangi har xil kishilarga shifoli qo'ygan sharoblar chiqadi degan bir oyat. Oyatning boshida avha robbuka inan nahl deb boshlandi. Mishada biz avhani biz hozir o'rganmoqchi bo'lgan istilohiy shakldagi vahiy deb tarjima qilolmaymiz. Deymiz hasal harisining vujudida Allah subhanahu va taala qo'ygan bir yushurun ilhom bor. Shu ilhomning turtkisida hasal harisi yuqoridagi buyruqni oladi va buyruq bilan tog'larda, daraxtlarda makallashadi, gul chechaklarni yeydi. Bundan turli shakldagi hasallarni qana qiladi, ishlab chiqaradi. Bu shaklda tushunamiz. Bu shu ma'no, ya'ni tabiiy ilhom degan ma'no biz bayatdan tushundirgan yushurunchi bildirish deganning tahtiga daxil. Bu bir misol. Yana bir misol ilhom al-xavotir bima yulqihi Allahu fi raw'il insan salim al-fitra at-tahir ar-ruh kal vahy ila Musa. Yani şu yuqoridagi vahiyninki lug'at ma'nosining qatoridan Allah subhanahu va taala sağlam tabiatlik, ruhi pokiz, salimul fitra degan gap, sağlam tabiatlik, tahirur ruh degan gap, ruhi pokiz insonning qalbiga tashlaydigan mazmunlar bilan bunda ko'ngilga ilhom berish. İlhamul xavotir degan gap, da xiyolga ilhom berish. Masalan, yani Musa alayhisolamning onasiga bergan ilhom o'xshash vahiy demaymiz, chunki Musa alayhisolam onasi payg'ambar emas. O Jibril gap vahiy bildirmaydi unga. Faqat qalbdagi xiyoliy bir ilhom. Buna bizde mi buludu sıra bizildimizço? Bazıda turib maaşlamada qilib baqa deganda ko'p qilamiz, ras ajoyib güzel natijalar chiqadi. Turib lekinde nimdigimiz keladi, ba'zi ishlarni bunda qilmanga digimiz keladi, ras qilmagandan keyin nima chiqadi? Bir mazmun chiqadi hamdan keyindan. Ba'zida ikki yo'lga kelib qolamiz. To'g'ri yo'lninki avmudu, mavmudu deb o'zimizning mangadigan yerida. Ma tarafdan manga deganda keladi, mangimiz to'g'ri yo'lda mangan bo'lamiz. Mushuning hammasi insonda yuz beradigan nima ilhom al-xavotir. Da odamning tuyg'usidagi ilhom bo'ladi. Tuyg'usidagi. Uxlab qolgan odam uyg'ona deganda keladi, uyg'onsa ras uyda bir ish bo'layotgan. Mushuning hammasi ilhomul xavotir. Mushumo ifodalanish to'g'ri gap qolsa, vahiy so'zi bilan ifodalanadi. Tuvanda Musa alayhisolamning onasiga qanday qilingan ilhom berilganga o'xshash. Oyat deyiladi: "Va auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifta alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayka wa ja'iluhu min al-mursalin." Biz Musa alayhisolamning onasiga shunday ilhom berdik. Ma'ni vahiy qildik deb tarjima qilmaymiz savoqdoshlar. Nima? Bu balni emitkin فإذا خفت عليه أنسرسان bunu dengizga taşla. Korkma, bir aram bulma. Biz onu sana qaytırımız, onu mursellerinin qatarını qılımız. Qarasanız mı şeydi mi? Ergüz Musa Aleyhisselam'ın anısına qana qıldık, vahiy qıldık desek hata olurdu. Biz istilahi, biz öğrenmekçi olan vahiy bunda vahiy emas. Mao faqat insanın kallısı kıldıgan, kallısını keçidigan bunda bir tuygu ilham deb düşünsek buludu. Bu bir.
Ondan başka şeytanın vesveseleri mi şu mananı tahtına kirdi. Şeytanlar özara qanday vesvese qiladi? Yushurun vesvese qiladi ya. Şunun özümü vahiy so'zi bilan ifodalanadi navbat kelib qolsa. Qur'oni Karimda ifodalanadi ya buni. Ve inne shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Yani şeytanlar ve inne shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Özlerininki dostlarga şunda vahiy qilishadi demaymiz bu yerda, deymiz. Şuna vesvese qiladi, sizlar bilan jadallashin, munozirlashin uchun. Buna o'xshash. Yani bir oyatda mutlaqalanda bu şekilde. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduvan şeyatinel insi vel cin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Ayattaki muhim nokta yuhi ba'duhum ila ba'din. Şeytanlar nima? Ve kezalike cealna. Şuna o'xshash har qanday payg'ambarga inson va jinning shaytonlardan bir dushmanlik qildik. Ularning ba'siga vesvese qiladi. Shu yolg'on yovdoq har xil gap so'zlarni yolg'ondan qanday qiladi? Vesvese qiladi deb tarjima qilamiz. Yoki yuhini aguz vahiy qiladi demaymiz savoqdoshlar. Ve ba'zida vaqat ta'ti vahiy degan so'z buyruq ma'nosida keladi. Va iz awhaytu ila al-hawariyyin an aminu bi va bi rasuli. O'z vaqtida men havariylarni menga iymon aytinglar ve mening payg'ambarim elchim İsa alayhisalomga iymon aytinglar deb buyurdim deb tarjima qilamiz. Vahiy qildik emas. Demak, ko'rdik savoqdoshlar. Yuqorqi oyatlarga qaytadan bir ekranda qarab chiqsak savoqdoshlar, ko'rdikki vahiy degan so'z lug'at ma'nosida qo'llanilsa, yuqoridagidek bir qancha xil ma'noda qo'llanadi ekan. Balkim yana Qur'oni Karimdan izlasak, bundan ko'p ma'nolar qanday qilishi mumkin, chiqishi mumkin. Lekin bir nuqta kallanlarda aydın olsun savoqdoshlar. Vahiy degan so'z lug'at nuqtasidan qaysi xil ma'noda qo'llanilsin, shu doiradan chiqib ketolmaydi. Ya'ni u bo'lsa-mu yushuruncha tezlikda bir ma'noni yoki bir ishni boshqalarga qanday qilish bildirish. Mushu chata ostida har xil ma'noda qo'llanilishi mumkin. Bularning hammasi vahiy kalimasiningki lug'at ma'nolari qarindoshlar. Endi o'zimizning asli gapimizga kelaylik biz. Mushu shar'iy vahiy haqida ya Allah subhanahu va taolaninki payg'ambarlariga vahiy qilishidimi qad ru'iya fihi ikki asosiy ma'no mushu moddaninki mushu vav ha ya moddasining ikki asosiy ma'nosi ko'zda tutilgan. Qad ru'iya degani ko'z tutilgan. U bo'lsa-mu maxfiylik va tizlik. Ve mushuni o'z ichiga olgan shakldagi bir narsani boshqalarga qanday qilish bildirish. Yani andaganda payg'ambarlarga Alloh tarafdan vahiy kelish, uning ta'biri qanday birilsin, uningga qanday bir shaklda tushunch bersak birli, ikki nuqta muhim. Vahiy maxfiy bo'ladi va tiz bo'ladi. Bizlar hozir sekund, minut deb hisoblaymiz ya, shunday turaylik. Net sekund ichida bildirilib bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomga kelingan vahiyninki ahvollarini bizga sifatlaydigan ba'zi hadislar va hamon o'quqliqni masalalar yuz beradi. Musulmonlar u masalalarga qarata shishim topolmaydi, qiynaldi. Shu aman Rasululloh bir ta'ligandek bo'ladi, peshonasidan tay chiqadi, titragandek bo'ladi, qanday bo'ladi? Echiladi bir muncha oyat, bir necha oyat, 2 oyat, 3 oyat, 4 oyatgacha masalan vahiy bo'lib tushadi. Etrafta Resulullah'ın etrafı tuğalla bunun təsirini kürüdü. Resulullah'ın çekisinin təligini kürüdü. Yüzlərinin qızağını kürüdü. Tizlərinin eğirişip ketkenliklerini kürüdü, his qılıdı. Qış günlərdə olsa-mı qızıb ketkenlikini kürüdü, ama qağan oqanmaydı. Bu şekilde savoqdaşlar. Bu nokta kılanlardan çıkmışsın. Biz sel turup aslındaki babda biz resmi asosiy maqsadimiz bo'lgan al-vahyu fi shar'i, shariatdagi vahiy so'zininki asosiy ma'nolari haqida so'zlaymiz. Ammo yani takrorday bu gapni qanday shaklda, kim qanday shaklda buningga izohat bersin, qanday shaklda tushunch bersin, bergan tushunchda cho'qim ikki ma'no bor. U bo'lsa-mu yushuruncha va tezlik. Mushuni o'z ichiga olgan shaklda qanday izohlasa bo'laveradi mencha. Ondan keyin meyada bir muhim deb qo'ydigan bir gap bor savoqdoshlar.
Balkim bundan ilgari diqqat qilgan yoki qilmagansizlar. Vahiy degan so'zning o'zininki sarfiy qurilma izohati masdar. Buni sarfiy nuqtadan bu so'zning hozir qurilmasi nimaga tava desa, hamma masdar deysizlar. Masalan, darbun desek, daraba yadribudan chiqadigan masdar bo'ldi ya. Oldingi soatlik darslarda Qur'onni qara'a yaqra'udan chiqardik. Masalan, kitobni kataba yaktubudan chiqardik. Shuni masdar dedik masalan. Vahiymi bir masdar. Ammo biz vahiyni masdar shaklida ishlatgan bilan pil ishlatish to'g'ri kelib qolsa, ya'ni pil ishlatish to'g'ri kelib qolsa, vahyun deganning pilisini ishlatmaymiz. Balki avha yuhi ma pilni ishlatamiz. Unda bo'lganda muhim bir nuqta bor. Vahiy babiga kelgan vaqtida masdarda 3 harflik pilning masdarini ishlatamiz, vahiy deymiz. Pilda 4 harflik pilninki. Yani sulasi mazid deymiz buni. 4 harflik pilning shaklini ishlatamiz. Masdarni vahyun qo'llanamiz, pilisini avha yuhi qo'llanamiz. Ezib tezib masdar vahiy bo'lgandan keyin vaha yahi deb ishlatiladi demanglar. Pil avha yuhi bo'lgandan keyin buningki vahiy qilmoq yoki vahiy degan masdari avha yuhi chiqqandan keyin iha chiqishi mumkin demanglar. Masdarda nimani ishlatamiz? 3 harflikning masdarini ishlatamiz. Pilda 4 harflikninki pilisini ishlatamiz. Yani avha vahyun. Ma şekilde işletimiz. Ama vaha yahida pilmi ba Arap tilda. Mediki men davatqının qo'llanilish masalasi. Şu abdur bu noktada davatı avha vaha ikisi ikki til. İkki til degani ikkisi pil ba. Ama birincisi afsah. Afsah degani kam qo'llaniladigan, hamma tushuniladigan. Yani fasahatlik degan gap. Şu birincisi bilan Qur'oni Karim kelgan, Qur'oni Karim shu birinchisini qo'llangan. Ve vahiy ishlatilgan. Tamam, bu gap mushun vaqtda shakl tushunsin. Bu kanalda bo'lsin. Yeni bir gap. Vahiy degan so'zning o'zi vahiy degan gap. Tushunami ya? Yani vahiy qilmoq, vahiy qilish, bir narsa tushirish degan ma'noda. Bu ba'zi vaqtda vahiydan ism maf'ul ma'nosida qo'llanilib, vahiy qilib tushirilgan oyat ve hadisler mesela. Bunu vahiy deb qana qilamiz, ataymiz. Shunda vaqtida ba'zida vahiy degan so'z qo'llaniladi, yutlaq degani va yuradu bihi bu so'zdan ism maf'ul shakli muha qana qilinadi, iroda qilinadi. Mushunaqda qo'llaniladi bo'lsin. Yani vahiy degan ikki xil ma'noda. Hozirgi nuqtada birisi Rasulullohga tushgan vahiy qilmoqdagi masdardagi vahiy, yana birisi Qur'onning o'zi vahiy. In huwa illa vahyu yuha deymiz ya. Qur'on hadislarni vahiy degan vaqtimizda bu muha ma'nosida. Vahiy qilmoq, vahiy qilish degan vaqtda bu masdar ma'nosida bo'ladi. Mushu kallamada bo'lsin. Endi vahiyninki istilohiy ma'nosiga keldik. Shariatda vahiy degan nima? Vahiy ma'nosi shariatda Alloh subhanahu va taoloninki o'zining bandalarining ichidan birisiga vahiy yo'li bilan qana qilishi, so'zlishi demak. Mushu. Vahiy amrun g'aybiy ish bo'lib, biz bu to'g'risida gapni kengaytirmaymiz. La nastati'u an nufassila al-qawla fihi. Bu haqda gapni tafsil deyamaymiz illaki shu haqda kelgan fi sha'nihi degan gap shu haqda varada kelgan shar'iy nususlarning had hududidan qana qila olamiz deyamiz. Men bir gapni shu munosabat bilan davolay saloqdoshlar. Shariat babida, shariat naslarining ichida ikki xil ishlar bor. Birisi biz mutashabih deb qo'yamiz. Yani asosliqi bu yerdagi mutashabih deganimdan g'ayb asos. Yana birisi muhkamat, ro'shan ishlar degan gap. Bir musulmon, xususan sizlar biz shar'iy diniy o'quvchilar bo'lishimizdan bilib olishimiz kerak. G'aybiy ishlar bizga tushunish uchun emas, iymon etish uchun deyilgan. Makallanligini qo'ysin. Muhkamatlar, g'aybiy emas ishlar, u tushunishlarimiz kerak. Nima ishqa? İnsonningki aql idrok bir cheki bor. İnson yashayotgan bir dunyo va saroqdoshlar. Bu dunyoning bir prinsipi va o'ziga xos.
ve bu dünyanınki çegirisinin sırtıda ma dünyada tatbiqlanayotgan, ma hayat tatbiqlanayotgan prinsipning sırtıda bu prinsipga tushmaydigan bir ishlar bo'ladi. Buni biz g'ayb deb ataymiz. Bu bir atalg'u. Mutashabih deb ataladi ba'zi vaqtda. Bularga nisbatan bizning tutadigan pozitsiyamiz nima desa, buning ichida shariat tushuntirilganlari va shu paytda tushunamiz. Tushuntirilmaganlari va iymon aytimiz yetadi. Masalan, shariat bizga, shar'iy naslar, masalan, Qur'on hadislar bizga Adem alayhissalomninki tuproqni yaratilganligini dedi. Tamam, bu dairede. Muş dairede tushuntirilgan shaklda tushunimiz va iymon aytimiz. Adem alayhissalomning yaratılib bo'lib jannatga kirgizilganligini dedi. Tamam, shu shaklda tushunimiz. Shaytonning vasvasi bilan jannatdan chiqarilganligini dedi. Shu shaklda tushunimiz. Hammasi bizdan g'aybiy ish deganim musulmon bo'lmaganlardan so'rab baqilgan hech maqmaydi bu haqda. Ahli kitobdan boshqa. Samaviy kitap birilgan ahli kitap ve musulmonlardan başkalarının kallısı hiç mi yok? Yani insanlık, dünya prinsipi, dünya kallısı noktasından hiç qanday bir narsa bilmeydi bu haqda. Ölgenden keyin qabrga kirib, qabrga qo'yilgandan keyin tirildirildi dedi. Bu şekilde tushunamiz. İki farishta kelib sual so'raydi, "Men Rabbuk, ma dinuk?" So'ray, "Men nabiyuk?" so'raydi dedi. Shu şekilde tushunamiz. Bularning hammasi g'aybiy ishlar qarindoshlar. G'aybiy ishlarda biz deyoladigan gap nima desa, faqat shu haqda kelgan, sahih bo'lgan hadislarni tutyapman, ko'z tutyapman. Oyat va hadislarda belgilangan doirada qila olamiz. Va u doiraning sirtidagi ahvolga nisbatan biz qanday qilamiz? Iymon aytimiz bas. Mushu nuqta kallanıldı bo'lsin. Bu intayin muhim nuqta. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهِ. Bu xil ishlarniki ta'vilini faqat Alloh biladi. Deb bo'lib, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Bizning haqiqiy vazifamiz nima? Amenna bih deyish. Şu ma nuqta kallanıldı bo'lsin. Azroq bu yerda vahyu emrun g'aybiyun, u g'aybiy ish, bu to'g'risi gapni kengaytirmaymiz degachga ma gapni davomatimi. Eslanda bo'lsin, oyat noktasını desek bizge iki xil tushdi oyat. Birisi muhkamat. Hunna ummul kitab. Ve uxaru mutashabihat ve mutashabih. Muhkam oyatlar amal qilish uchun tushirilgan, eslanda bo'lsin. Mutashabih oyatlarni ko'pincha vaqtda g'aybga munosabatli bo'ladi. G'aybga munosabatlik bizning aql idrokatimizning sirtidagi ishlarda iymon aytish uchun tushirilgan. Mutashabih oyatlarda cennet vadide iman ettik, dozaq vadide iman ettik, dozaqda turlik azab vadide iman ettik, cennette turlik nimet vadide iman ettik. Bu hemiz iman ettiği işler. Endi onun neresiga o'tmaymiz biz ma dunyodagi bizga berilgan aql idrok had hududi chegarasi bo'yicha. Jannatda qon, masalan, inson jannatda o'lmaydi, menga yashaydi, qonda o'lmaydi, menga yashaydi. Chunki inson o'lgan tutungan dunyoning prinsipi bilan uni qiyos qilib o'lchamaymiz. Jannatda nim desa shu bor. Qanday bo'ladi? Biz hayotda nima desakdan erishmayotimiz, uni o'lchamaymiz. Demak, masala nima desanglar, biz ikki xil oyatning oldida, birisi muhkamat, hunna ummul kitob, Qur'onning asosiy qismi shu. Bu amal qilish uchun tushirilgan va uxaru mutashabihat. Va mutashabih oyatlar va bu iymon aytish uchun. Chunki varasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Ilmda rasih kishilarning tutulgan pozitsiyasi nima? Amenna bih onun nisbeten. Amenna bih. Muşnaq kallanıldı bolsun. G'aybiyatlar ko'p hollarda mushu mutashabih oyatlar orqali ifodalanadi. Inna kullu amda vahiy masalasiga qaytib kelayli saboqdoshlar. Inna kullu man amana bi wujudillahi va qudratihi. Allohningki avval barligiga iymon etgan kishi va Allohning qudratiga iymon etgan kishi lazimahu ay yusallim bi mawdu'il vahyi. Yani o vahiy temasiga qana qilishi, bo'ysunish uningga lozim. Sen avval vahiy haqida kelmaydi sana masala. Alloh bormi yo'qmi bu masala o'tirg'i tushdi. Biz bu adab buni iymon etdik. Allohning qudrat masalasi o'rtaga tashlanadi. Biz buni iymon etdik. Endi Allohning qudratiga iymon etgan inson vahiy iymon etishi kerak, tabiiy qoyilish kerak. Nim deb ala annahu. Shunda debki vahiy badihiyya, nahayat addi tushunishlik, musallama
bir prinsip mesele, yani qamadan qonundigan mesele la yahtaj ila mazid min adillati alayh. Uningga ko'p dalilga ehtiyoj yo'q deydi. Yani fela budda lana iza amanna bi wujudil khaliqul mudabbir. Agar biz xaliq mudabbir zotning borligiga iymon etsak, cho'qim mushi iymonga şu Allah'ın öz xalqiga rioya qilishning zarurligiga iymon etishni agashtirishimiz kerak. Dunyoni Allah yaratdi deganga ishonsak, Allah o'zi yaratgan dunyoni o'zi idora qiladi. Shundaymi? Va Allohninki koinotni o'zi rozi bo'lgan shaklda uzluksiz urullash tadbir degan gap urulashtiradiganligiga iymon etishimiz kerak. Endi ashqil shakldagi urulashtirish vahiy bilan an hosil bo'ldi. Va la yumkin ayata'atta zalik degan gap ashuning hosil bo'lishi mumkin emas illaki vahiy bilan. Çünkü Allah vahiy tushmasa dunyoni masalan vahiy orqali insonlarga o'zining ta'limotini bildirmasa, o'zining dasturini bildirmasa qanday bo'ladi masalan? Tabiiy vahiy bilan bo'ladi. Endi vahiyning mumkinlik masalasiga kelsak, savoqdoshlar, sog'lom aql buni iroqsinmaydi. Endi men o'z vaqt deyilgan gap, men bugungi kunda texim oddiy bo'lib ketdi o'shlar. Vahiyni tushunmak burungi zamonda biroz qiyin bo'lib qolgan taqdirdami, ammo bugungi zamonda faqat qiyin emas. Burungi zamonlarda masalan birov maxfiy bir şekilde boshqalarga bir ma'lumotni yetkazdi desam bilan "Hojon" deyishi mumkin. Ammo bugun şekilde insonlar bilan qilyapti deya ishlarni. Aramızda o'tirib 10 metr arasida o'tirib ben maxfiy uchur yozma birisga. Mendeki uchur qarshi tarafdagi insonga yetib boradi. Hech kim o'qimaydi. O'ylab boqma, men bir xat yozdim, qarshi tarafga xat bordi. Mening maqsadimni bildi. Bir ovoz yolladım, qarshi tarafga ovoz bordi. Bir surat yolladım, surat bordi. O'tirimizda hech nima ko'rinmadi boshqalarning ko'ziga. Ammo suratning borganligi rost, ovozning borganligi rost, xatning borganligi rost. Ma dunyoda bir prinsip bor. İnsanlarga qanday qilingan, echitilgan bir prinsip bor. U o'simi chastota. Ma inson bilan insonning o'tirdiki ish savoqdoshlar. Allohga kelgan vaqtda biz bunda misollarni eklanmaymiz. Allohning qudratini oldida hech nima gap. Ammo inson bilan inson şu darajaga yetdi. Dunyodagi chastota prinsipiga tayinib o'zaro birisi-biridan atrofdagilarga bildamay aloqa qiladigan. Masalan deyli, yanında televizor vositalarininki, internet tor vositalarininki, televizorlarda bir narsa chiqadi, suratlar chiqadi, ovozlar chiqadi, signal cho'qim sirtdan keladi. Buning hammadan ishinidir, shundaymi? Sirtdan kelgan signalni ekrandan boshqa yerda ko'rolmaysizlar. Bu hammasi havo qatlamidagi chastota bilan keladi. Radio va ovoz chiqadi, mutlaqo bu ovozni radio stansiyasida turib, masalan, studiyada turib tayotgan birisi bor. Ama şu vaqtning o'zida radiodan chiqyotdi. Cho'qim ashadmishaga kelgan. Buni mutlaq shinislar qanday keldi? Şu qarab tursang ovozda lo'mirlab kelmaydi deydi. Bir chastota prinsipi bilan keladi. Mushlarning hammasini o'ylasak, ma dunyo, biz yashayotgan dunyo chastota dunyosi. İnsanlar bilan insonlarning maxfiy aloqa qilishida. Ma o inson bilan insonning o'tirdiki bir aloqa bo'lg'ayda. Allohning qudratining oldiga kelgan vaqtda hech nima gap. Shuningga vahiyning mumkinlik masalasi o qadar ko'p vaqtni oladigan yoki o qadar ko'p zehn oladigan masala emas. Bunga biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan ham ishinish emas. Dunyodagi mu'min emas odamlarmi ishini bir yerga ketib qolganlik uning savoqdoshlar. İnsanlar bilan insonlarning o'tirishdiki, ashta bir aloqa bilan ham qilib bir yerga ketdik. Chunki لأن الذي يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وكماله Allah'ınki bağlılığa iman etkan, kamaliyetiga iman etkan adamga nisbeten aql noktasidan ve reallik noktasidan vahiyning mumkinligiga qanoat qilish, qanoat qilish qiyin emas unga. Ashula deyishimiz chunki biz real dünyada, annana najidu fi dunyal vaqi', real dünyada shuni bayqavatimiz, shuni ko'ravatimiz-ki, aciz, kuchi cheklik bir insonmi ba'zi tasarrufotlar vositasi, ba'zi tadqiqotlar vositasi va ba'zi uskunlar vositasi bilan o'ziga o'xshash insonga ta'sir qilish darajasiga yetib bordi. Ya'ni buni hamma bilimizda quloqqa bir narsa oladi kichiklar. Aloqalarni maxfiy qilib turadi. Necha ming kilometr narsani aloqa qilib turadi, gaqib turadi. O'ng'umang, so'ng'umangda o'ylab boqma, insonlar bu darajaga yetgan yerda famal qawl fi qudratillahi tabarak va taala ala zalik. Bunun Allah'ın kudreti hakkındaki gap nima gap endi? Va ala akbar min zalik. Uningdan cho'ng nisbatan Allah'ın kudreti diye bu cho'ng gap emas. Hozir aniq menda bir ish bor savoqdoshlar.
Belki sizlar onu köreklik ya, kömeklik hatta Uygurlarning içinde bir mahal bu iş gulgulu qozgıdı. Aslında Abdurrahman dedi onu fefi et-tenvim el-magnatisi. Magnetlik xultish degan gap bu. Magnetlik xultish degan gap. Lekin bizning Uyg'urchaga gipnoz degan atalg'i bilan kirgan. Aranglarda gipnoz haqida bir narsa anglaganlar, ko'rganlar bormi, yo'qmi? Bilishimcha taxminan 2010-yillarda Ürümçide biraz moda olgan işler bu. Gipnoz yani birileri kişilerini gipnoz kılıp halıgını kıldırdıgan, otta dep otta kuzdugan, kop dep kop kuzdugan, onu üzden normal bir halden çıkartılgan bir ahvallar vardı. Bu ahvallar mening o'qigan ma'lumotimga ko'ra 1850-yil atrofida paydo bo'lgan. Dastlab paydo bo'lgan vaqtda buni butun davlatlar cheklagan. Ya'ni bir sehrning bir turi deb qarab, nurg'un davlatlarda bu cheklangan. Keyincha Hindistondan boshlab doktorxonalarda psixik davolanadiganlarga buni qo'llanishga boshlagan. Hatto ba'zi missionerlar bir gipnoz orqali boshqalarga Injilni yodlattirib o'tgan ahvollarmi bor ba'zi vaqtlar. Bir nurg'un gaplarni anglaymiz. Ya'ni belki aranlarda ko'rganlar bor ekan. Men bundan aloqa bir videolog bir şekilde Uygurlarninki, bizning o'zimizning odamlarninki bir-birini gipnoz qilgan ahvolni ko'rgan. Undan keyin izlanish orqali material qarasa bu nima ekan desa, psixikasi ojizroq odamlar bo'ladi ekan buningda. Qarshi taraf psixikasi kuchli, gipnoz qilinuvchining psixikasi biroz ojiz bo'lgan vaqtda bir uning mingisiga ta'sir qilish orqali qarshi tarafning bunda mingisini kontrol qilish orqali uningga xohlagan narsani degizish, qoptirish, o'tda qo'zish degandek ishlarni qildirdi ekan gipnoz orqali. Şu ahval qarab bakalım bir misalan. Fefi et-tenvim el-magnatisi mesela. Yani magnetlik xultish deb durmayada biz gipnoz deyimiz deyli. Necidu insanen acizen. Bir adetdeki bir aciz insan bizdek mesela. Yakvi alel iha ila insan ahir. Yeni bir insanga ma'lum narsalarni yushuncha yetkazishga kuch yetib oldi mesela. Gipnoz ko'rgan bo'lsanglar ma gapni tushunmak oson. Ko'rmagan bo'lsanglar bir fursat olib qolsa maslahat aytib so'zlab beraman. Material olib qolsa balki top yo'llab berishim mumkin gipnoz haqida. Va fi mahattat al-izaha masalan radio stansiyalarida shu yerdagi mavhubun gap talantli so'zlamoqchi bo'lgan kishilar, talantli kishilar rijalul a'lam degan gap axborotchilar ila kishilardan nurg'unlarga namoz adida minan degan gap nurg'un turli kishilarga xohlagancha fikr va tushunchalarni qanaqlari yetkazolmaydi masalan radio orqali bayat men buning misolini sizlarga tafsiliy qanaq berdim radio va iza kana zalik ash ahvollar mumkin bo'lgan yerda endi Alloh subhanahu va taoloninki öz bendilerinin içinden kişilerini hidayetke başlaş üçün tanlagan bir bendige vahiy qilish meselesine sağlam akıl bunun yüz biriş mümkünçilikini qanaqamaydı, çeklemaydı. Muşu akılның igisi, muşu akılның sahibi Allah'ның kudreti ve kemaliyeti hakiki işense bu nokta ona nispeten bek yirak, bek bir qiyin mesele emas. Yani ben bayat nurg'un narsani dedim endi qayta takrar deyishning hojati yo'q. Ba'zi misollarni qisqa shaklda, ixcham shaklda darsning vaqtini bilan olgan bo'ldik. Mush nuqtalar mencha bir odamning kallasiga sig'sa, inson bilan insonning o'tirdiki ahvollarda bu endi Allohning qudratining oldida hech qancha bir ish. Nayta oddiy bir ishlar qarindoshlar. Shuning bilan bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mush yerda tuttusun. İnşallah dersimizninki qolgan qismini, yani vahiyninki şekilleri var. Hadisler başka bir xil vahiy şekilde tushdi. Oyatlarninki tushish vahiy shekli var. İlgirki payg'ambarlarga alohida xos qilingan vahiy shekillari var. Biz bularning hammasini vahiy haqida kelgan oyatlar, hadislarga qarab turib bir xulosalab chiqqanini savoqdoshlar. Yana darsni davomlashtirsak biroz vaqt ep ketadi, yani tugamaydi. Keyingi mazmun biroz ko'p. Keyingi mazmunni inshaalloh kelasi soatlik dars qo'yamiz. Bugun darsimiz mushu mazmun bilan qanaqa qiladi, to'xtaydi. Kelasi soatlik darsda kurashgan qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.